Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni kuzatib boruvchilar hamda obunachilarimiz. Kombaynimiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa ortish jarayonidamiz. Ichki qismlari, o'sha setkalar yaxshisidan qo'yib berdik. Bu kombaynimizni o'sha 55 million so'mligidan tayyorlab berdik. 55 milyon, 45 milyon, 65 milyon narxda bo'lyapti bular. Farqi nimasida deydiganlarga, bu hozir 55 millionligi, 45 millionligida bu hozir 55 millionligi u yonboshda bunkurga tashlab bersa, 45 millionligi yerga chiqadi. Mana shu o'rnida yerga tashlab beradi. Tog'oraga deydi. 65 millionligida mana bunkeri, yonboshdagi bunker turgan narsa tepada turadi. Mana shu 65 millionligidan tayyor bo'lyapti. Aylantirib obzor qilib, xudo xolasa YouTube'ga qo'yib qo'yapmiz. Ishlash jarayonlarini ham YouTube'ga qo'yib boramiz. Mana to'liq bitta obzor. Bitta o'sha qopni qo'yib turib, shu bitta ko'targanda don to'kiladi. Tagida elevatorlari. Qandaydir savollar bo'lsa, kombayn olgan odamlarga albatta biz o'z maslahatlarimizni beramiz. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib yurgizib ishlatib beramiz. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Manzilimiz Farg'ona viloyat Beshariq tumani Hojibek qishlog'ida tayyorlab yetkazib beryapmiz. Bizning sifatli ishlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentar yozib o'z fikrlaringni bizga ulashinglar deb qolamiz. Shu bilan videorolikimizga yakunlaymiz. Hozirda kombaynlarga zakaz qabul qilyapmiz avgust oyi uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Ortish jarayoni tugadi, ortib oldik kombaynimizni.